fuzarioz so'lish, verticilloz so'lish, korkirut so'lish, serignil so'lish, bakterialniy so'lish. Qanaqa ajratamiz o'rtoqlar? Fuzarioz so'lish mana shunaqa bo'ladi. Bitta tashib yuboradi-da, kechga ham o'ziga kelmaydi. Lekin bu fuzarioz so'lish emas. Bu serignil. Bu serignil tushgan, mana shu yerdan serignil tushib qolgan, mana shu yerdan o'zi so'k o'tmay qolgan. Butunlay nimasi tashib yuborgan. Lekin fuzarioz so'lishda ham shunaqa bo'ladi. No, birdan bunaqa yam-yashil barg bo'lib tashib yubormaydi. Avval mana bu teglari sarg'ayib kelib, fuzarioz so'lishda keyin birdan tashib yuboradi. Korkirut quyosh chiqqanda shunaqa so'liydi. Munchalik emas, munchalik darajada emas, sal namdaroq bo'lib so'liydi-da. Lekin mana shunaqa kechki salqinda xuddi mana bunga o'xshab mana o'ziga kelaveradi, mana tirilib yuboradi. Chiroyli bo'laveradi. Verticilloz so'lish ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bakterial so'lish aytuvdik-a, bakterialda agar nekroz sertseviy stebli bo'lsa, mana shu bay bo'lsa, mana shu bay bitta dona bay so'liydi-da, qolganlari butun turadi. No, sekin-sekin pay etapni qolganlari ham baribir so'lib chiqib ketaveradi. Shu bitta barg so'liydi. So'lishlarni mana shundan ajratib olsanglar bo'ladi. Agar serignil mana bu yerdan tushgan bo'lsa, mana bu yerdagi baylarimiz so'limasdan turadi-da, bu yoqqacha so'k keladi, bu yog'i tashib yuboradi. Asl so'lishlarni shunaqa qilib ajratib olsak bo'ladi. No, baribir ko'p holatda so'lish deganda yo'lari yaxshi. Ko'p holatda so'lish deganda baribir asosiy kasalliklardan so'liydi. Asosiy kasalliklardan so'liydi. Endi agrotexnik sabablarga ko'ra, ehtiyotsizligiga ko'ra sug'urib olmasangiz, uni ildizidan so'lib qolmasa, asosiy so'lishning sabablari bu zamburug'li bakterial kasalliklarda bo'ladi. Virusli kasalliklarda bunaqa narsa yo'q. Assalomu alaykum.